Bolalar bugun past perfect ma'nosini o'tamiz. Past perfect degani o'zbek tilida o'tgan tugalangan zamon shaqami? Ya'ni o'tgan tugalangan zamonda boshimizni qotirishimiz shart emas, oddiygina o'tgan zamon. Tushunarli? Faqat ikkita gap yonma-yon kelsa agar qaysi bittasi birinchi bo'lganini bilishimiz uchun past perfect qo'yishimiz kerak. Tarjimasi qanaqa bo'ladi? Ganedi deb tarjima qiladik. Mana bu perfect zamonga o'xshaydi bu ham. Masalan, present perfect zamoniga o'xshaydi. Present perfectga sizlar bilishlaring bo'yicha, misol uchun biz subject qo'yamiz plus have, shunaqami? Plus yoki has qo'yamiz, have has, shunaqami? Plus nima bo'ladi? Verb uch bo'ladi plus mana o'sha bu yerda SPS gapning ikkinchi darajali bo'laklari, shunaqami? Mana bu yerda biz subjectdan keyin have qo'yishimiz kerak, shunaqami? Past perfect bo'layotgan bo'lsa have qo'ymaymiz, had qo'yamiz shu yerda. Present simple da, present perfect da bizda have yoki has kelayotgan bo'lsa, shaxsiga qarab, mana egasiga qarab, past perfect da hammasi uchun had keladi. Misol uchun mana bu yerda yozilgan mana I use a he she it had bo'lgan yoki bo'lmasam qisqacha yozilishi anaqa bo'lardi, e'tibor beringlar. Shaqam? Misol uchun anaqa bo'ladi. I have done. Sizlar ko'p bilasizlar buni. I have done nima degani edi? Men qilib bo'ldim. Endi buni past perfect aytayotgan bo'lsak, I had done. Tarjimasi qanaqa? Men qilib bo'lgan edim. To'g'ri, buni bilamiz hammamiz. Misollarni ko'rib chiqamiz. They had written. Ular yozib bo'lishgan edi. They had not written. Ular yozib bo'lishmagan edi. Endi mana xuddi inkor qilishimiz uchun haven't qilamiz, shunaqami? Haven't. Bu yerda ham hadn't desa bo'lar ekan. Savol berishimiz uchun o'sha have ni oldinga chiqarganimiz kabi nima qilamiz? Had bilan savol beramiz. Misol uchun had you washed bo'ladi misol uchun. Alaykum. Washed your bitta suchkop kelsansiz. Face. Mayli. Bu misol uncha ko'rinmadi menimcha. Yana misol ko'ramiz. Savol berilishiga misol uchun aytsam, had you washed your face? Your face. Yuzingni yuvgan edingmi? Endi ikkinchi variantda present perfect yozsak, have you washed your face? Xo'p, o'ylab ko'ringlar. Nima uchun biz bittasini past perfect deb beryapmiz, bittasini present perfect deb beryapmiz? Bu hozirda so'rayapti, aynan hozir yuvib bo'ldingmi deyapti. Past perfect deganda undan keyin gap kelish kerak, o'shanaqa bo'lganda, o'sha paytda yuvgan edingmi deyishdi. To'g'ri, ya'ni mana bu yerda bu gapni o'zini aytayotgan bo'lsak, hozirgi qilgan ishini so'raymiz, shunaqami? Qilib bo'ldingmi, yudingmi, ichib bo'ldingmi, yeb bo'ldingmi degan gaplarni present perfect bilan beramiz. Past perfectda gap kelishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Undan keyin ham qanaqadir gap qo'shishimiz kerak. Misol uchun, shularni gaplari mana bu yerda yozilgan, misol uchun before after so'zlari bilan. Misol uchun, had you washed your face before you had breakfast? Nonushta qilishingdan oldin yuzingni yuvgan edingmi? Demak, past perfectni o'zini ishlatib bo'lmas ekan. U bilan nima kelish kerak ekan? Past simple kelish kerak ekan. Demak, past simple bilan past perfect yonma-yon kelar ekan. Endi past simple bilan past perfect yonma-yon kelgan vaqtida birinchisi, ya'ni past perfect birinchi bo'lgan ish harakat, past simple undan keyingi ish harakat bo'lar ekan. Oddiy narsa. Tushunarli. Muxlisan. Bitta xonada qarab chiq. Yaxshilab qarab chiqmagan narsa. Xo'sh. Bolalar. Bitta mana misolga e'tibor beramiz. Formulasini tushunib oldik. Misolga e'tibor beramiz bo'ldi. Actions and states before a moment in the past. Bu gapiga e'tibor bermadi. I had finished my homework. Uyga vazifamni qilib bo'lgan edim a few minutes before the lesson started. Dars boshlanishidan to'ppa-to'g'ri. Ya'ni oldin sen uyga vazifani qilib bo'lgansan, keyin men darsni boshlaganman. Shunaqami? Demak, darsni uyga vazifani shu yerga qilgan deganda. Shunaqami? Qayerga e'tibor beringlar? Birinchi bo'lgan ish uyga vazifani qilish, keyin dars boshlanishi. Va keyin gapga e'tibor beramiz. Mrs. Cross had been a teacher for 20 years. Ya'ni Mrs. Cross 20 yil o'qituvchi bo'lgan before she became a head teacher. Nima bo'lishidan oldin? Direktor bo'lishidan oldin 20 yil kim bo'lgan u? O'qituvchi bo'lgan ma'nosida keladi.
had been yoki gapda has been kelsa ko'pchilik tushunmaydi. Bu nima bu ustoz deydi. Masalan o'ylab ko'ringlar. I am a teacher. Nima degani I am a teacher? Xo'p, I was a teacher. Endi present perfectga qo'ysak. I have been a teacher. Yo'q, to'g'ri. Ha. Xo'p, bo'lganman desa bo'ladi, o'qituvchiman desa bo'ladi o'zi aslida. I have been a teacher deganimizdan keyin, ya'ni present perfect qo'yganimizdan keyin senga bo'lsa vaqtni ko'rsatishimiz kerak. Qachon bo'lgan? Mana mablag'da biz hozir sal chalkashib ketdi. I'm a teacher desam men o'qituvchiman, hozirni aytyapman. I was a teacher desam men o'qituvchi edim. Ya'ni bunga sen o'tib ketgan narsani aytasan. Bunga hozirni o'zini aytasan. Lekin ikkalasi ham oldin boshlagansan, hozir ham davom etayotganligini aytish uchun sen present perfect tense aytishing kerak. I have been a teacher misol uchun for 2 years desam. Men 2 yildan beri o'qituvchi bo'lib kelyapman. Shunaqami? Hali tugamadi. 2 yil oldin boshlaganman, hali ham o'qituvchiman. Endi past perfect bo'lsa qanaqa bo'ladi? E'tibor beringlar. Mrs. Cross had been a teacher for 20 years. Ya'ni Mrs. Cross deyapti 20 yildan beri o'qituvchilik qilib kelayotgan edi. Before she became a head teacher. Nima bo'lishidan oldin? Direktor bo'lishidan oldin. Bu yerda became so'zi past simple'ni o'zi, shunaqami? Undan oldingi ish harakat o'qituvchiligi, shunaqami? Uchun past perfect deb beryapti bu narsani. Pastga e'tibor beramiz endi. Finished actions deyapti. Tugatilgan ish harakatlar and states where the important thing is the result of the moment in the past. Muhim natijasini o'zi aytayotgan bo'lsak deyapti. We were happy because we had all done our homework. Biz baxtli edik chunki hammamiz o'zga vazifamizni qilib bo'lgan edik. Oldin vazifani qilgansan, keyin xursand bo'lgansan. Boshqa narsa emas. Endi mana bu kalit so'zlarga e'tibor beramizda. Bu kalit so'zlar nima degani? Yaxshilab e'tibor berishga harakat qilinglar. Bular bo'lish kerak odatda biz past perfect degan narsa bilan past simple moslashtirishimiz uchun. Masalan, bu yerda by so'ziga e'tibor beramiz. By deganiga e'tibor bersalar, mana bu yerda 8 o'clock, ya'ni vaqtni o'zini qo'yib qo'yibdi. Shunaqami? Vaqtni o'zi. By so'zidan keyin vaqtni o'zi kelar ekan demak. I had finished my homework by 8 o'clock. Men 8 gacha uy vazifamni qilib bo'lgan edim. Hozir soat nechi? 10:30. Ertalab nechi soat? 8 edi, shunaqami? Hozir 8 emasmi ortiq? U 8 ham past simple, undan oldin qilib bo'lganlaring past perfect. Ya'ni demak by bilan kalit so'zni aytar ekanmiz. Misol uchun, vaqtni aytar ekanmiz. Xo'p, o'sha gap I had cleaned my car by 9 o'clock yesterday. Kecha soat 9 gacha yuvib bo'lgan edim. Xo'p, o'tgan zamon demak kecha soat 9, undan oldin bo'lgan ish harakat mashinamni yuvib bo'lgan edim. Bu yerda by the time dan keyin e'tibor bersalar ega va kesim. By the time bilan by'ni farqi shunaqa ekan. By the time I got to class, sinfga kelsam, the lesson had started. Dars boshlangan ekan. Ya'ni sen dars oldin boshlangan, keyin sen sinfga kirib kelgansan. Va bu yerda before so'zi bilan before oldin degani. Bittasiga e'tibor beringlar. Mana bu by so'zi, by the time so'zlaridan keyin past simple kelish kerak. Undan oldin past perfect kelish kerak. Xullas, mana bu so'zdan keyin odatda past simple keladi. Yoki lekin before so'zdan oldin past perfect keladi. E'tibor beringlar. Oldinmi? Afterdan keyin past perfect keladi. Mana qarang. To'g'ri. After the teacher had checked answers, ustoz javoblarni tekshirib bo'lgan edi before the lesson. Nimadan oldin? Darsdan oldin. Demak, oldin ustoz tekshirgan, keyin dars bo'lgan. After ham xuddi shunaqa. Lekin afterdan keyin past perfect keladi. Ular faqatgina beforedan oldin past perfect qo'ya qolasizlar. Odatda qolganlardan keyin keladi. I left, men ketdim after I had finished the test. Ketdim, tugatgandan keyin. Oldin tugatgansan, keyin ketgansan. Tushunarli. Va just so'zi unchalik ham ahamiyatli narsa emas, faqat Simon had just finished the test when bell rang. Ya'ni qo'ng'iroq jiringlaganida endigina tugatib bo'lgan edi. Ya'ni nima demoqchi? Baribir oldin tugatgan, tugatishi bilan qo'ng'iroq jiringlagan. Ya'ni oldin tugatgan, keyin qo'ng'iroq jiringlaganda. Va when so'ziga e'tibor beramiz. When bu vaziyatga qarayapsizlar. I left when I had finished the test. Tugatib bo'ldim, keyin ketdim. Tugatdimmi? Ketdim. Tugatdim, ketdim ma'nosida bo'lyapti, boshqa narsa emas. Hozir bitta chalkashroq narsasi bor. Demak, nimasi chalkash? Xo'sh. Ma'nosini o'zgartirar ekan past perfect va past simple gapni. Mana bu gapga e'tibor beramiz. The lesson started when I arrived. Men keldim,
Dars boshlandi. Pastga ketib beramiz. Dars boshlangan ekan, kelsam. Farqi bor. Shuning uchun buni tarjimasini gan edi, gan ekan deb tarjima qilamiz. Boshlandi kelsam, bunisiga kelsam boshlangan ekan. Ma'nosi shu. Va past perfect continuous qilishimizdan oldin bitta pastdagi mashqchasiga qaraylik qani. Past perfect continuousni ko'rib chiqishimiz kerak demoqchi edim. Past perfect continuousni ishlatilish maqsadi vaqtga, qilgan mehnatga urg'u berish uchun xuddi present perfectga o'xshagan. Misol beraman. Present perfectdan misol berib ketaman. Misol uchun I have done desang qilib bo'ldim. I have been doing desang qilyapman. Sen oldin boshlagan narsani hali ham davom ettiryapsan, o'sha ketgan mehnatingni tasvirlashim uchun. Odatda past perfect ham xuddi shunaqa. Misol uchun I had been working for 7 hours when you came. Kelganingda men 7 soatdan beri ishlatgandim. Bu yerda sen ketgan vaqtingga, qilgan mehnatingga urg'u beryapsan. Shuning uchun for yoki since so'zlari bilan urg'u beriladi bu narsaga. Faqatgina formulasi qanaqa bo'lyapti? E'tibor beramiz. Formula o'sha faqat verb ing qilishimiz kerak. Subject plus had plus endi bu yerda been qo'shiladi. Va plus verb ing. Bu past perfectning kalit so'zi. Past perfect continuousning kalit so'zi bu. Nimasi? Formulasi. Va bu yoqda o'sha SPS bo'ladi. Xo'sh, mana e'tibor beramiz. Had bor, bormi? Been bormi? Bor. Faqat qayerni o'zgartiryapmiz faqat? Verb ing. Ya'ni ma'nosini beradigan fe'lni biza ing bilan beryapmiz. Mana aytibdi bu yerda. Mana bu qoidalarga e'tibor bermanglar. Vaqtga urg'u berayotganiga e'tibor beringlar. We had been doing grammar exercise for over an hour. 1 soatdan oshiq vaqt davomida biz grammatika mashqlarini bajarayotgan edik. So we were really bored. Nima qildik biz juda ham? Sen bu yerda ketgan mehnatga, o'tgan vaqtga urg'u beryapsan. Imminni for so'zini qo'yayotganing uchun past perfect continuous qo'yapsiz. Tushundinglarmi yo'qmi? Yoki bu yerda they had a break, ular tanaffus qildi because they had been working so hard. Nima qilishayotgandi ular? Qattiq ishlashayotgan edi. Juda qattiq ishlayotgan, ko'p vaqtdan beri ishlayotgan bo'lgan, shuning uchun tanaffus qilgan. Va kalit so'zlar debdi for, since, before yoki all day debdi. Odatda qaranglar, e'tibor beringlar. For, since juda ko'p ishlatiladi yoki all daylari, all so'z bilan keladigan payt ravishlari. Misol uchun Tony has been studying for hours. Tony soatlardan beri ishlayotgan, o'qiyotgan edi. So he had a headache. Nima qildi uni? Boshi og'ridi. She had been hoping to win the competition since the summer. U umid qilayotgan edi g'olib bo'lishni. Qayerga e'tibor beringlar, bu yerda o'tgan vaqtga, qilayotgan mehnatga urg'u berilyapti. Boshqa narsa emas, faqat kalit so'zlari bor. Endi qilib turgan edik degan ma'noda ham kelar ekan before so'zi bilan. We had been talking about the internet before the lesson. Biz o'sha oldin nima haqida gaplashyaptik? Endi to'g'ri, bu yerda shunchaki we had talked desam bo'ladi, gaplashgan edik desam bo'ladi, shunaqami? Sen bu yerda had been talking deb gaplashayotgan edik, ketgan vaqtga, mehnatingga urg'u beryapsan. Va all day so'zi bilan ham xuddi shunaqa, mehnatga yoki ketgan vaqtga urg'u berish uchun. I had been studying all day. Men kuni bilan o'qiyotgan edim. Past perfect yoki past perfect continuous masalasidagi umumiy gaplar shu. Va sizlar past perfect qo'ysalar, demak, o'tgan zamondan oldin bo'lgan ish harakat, ya'ni birinchi bo'lgan ish harakatda aytar ekansizlar. Past perfect continuous bo'layotgan bo'lsa-chi? Mehnatga yoki vaqtga urg'u berasiz, tamom. Kalit so'zlari past perfect continuousniki for, since, before yoki all so'zi bilan keladigan day, night, morning, afternoon so'zlari. Umumiy olganda shu. Savollar?